Assalomu alaykum do'stlar. Yordamlaring kerak. Bu videoni o'tkazishga shoshilmang. Do'stlar, bu indiski siren bo'ladi. Mana bu yerga 10 mingta ekkanmiz. Bular payvand bo'lmaydi. Bu yerda payvand bo'ladigan rossiyskiy sirenlarimiz bor. Shunga oq sirenni kaltaydan kerak. O'zimiz borib kesib kelamiz. Doğrusu joyimiz bor edi. Bir 10 tupli joyimiz bor edi. Katta daraxt o'shandan doimiy shoqib yurgan shoxidan kaltaydan olib yurgan joyimiz bor edi. U yerga qurilish bo'lib, u sirenlar yo'q. O'shaning uchun sirenni oqidan bo'lsa to'q mahruvisidan kerak. Shu videoni ko'proq odam ko'rsin, do'stlaringizni yuboringlar, ayniqsa buketchilarga, gul bilan shug'ullanadiganlar biladi buni. Do'stlar, mana shu nomerga telefon qilinglar, kommentariyaga yozinglar do'stlar. Borib olib kelamiz, ko'chatidan beramiz, ko'paytirib, yo bo'lmasa pulini beramiz. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiska bosinglar, ayamanglar. Sog' bo'linglar.